Tog'asi uning shu yerda. Eng katta muxlisi. Ему 28 лет. Он защиту представителей 25 побед, 11 нокаут, 4 поражения, 2 ничьи. Он представляет первого Уральск России. Поприветствуем Марк Урбанов! Его соперник. Qiziq bo'yicha qadrli do'stlar, uning bo'yi 176 u O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, Jahon chempioni, Olimpiada o'yinlari sovrindori. Professional natijasi 17 ta jang, 17 ta g'alaba, 10 ta nokaut bilan olqishlaringiz O'zbekiston vakili Shahram Wonderboy. Qanday qo'shimcha qilish Shahram uchun? Qanday qo'shimcha qilsa bo'ladi? Ajoyib inson. Mana shunday. Bo'y borasozlik bor Shahram G'iyosovda. Demak, do'stlar, kechaning asosiy jangi Shahram G'iyosov, Mark Urbanov. Barchasi tayyor. Jang boshlandi. Birinchi raund. Kuzatuvda qisqa masofani ushlab turishdi o'rtada. Jeplar bilan masofani saqlayapti. O'ng qo'l cross, yaqinlashib kelayotgan raqibini tutishga harakat qilib ko'rdi. Chap qo'l Usmon Alperikot chiqardi muvozanatdan birozgina Shahram raqibini joy tarafga chiqardi. Masofani ko'rsatmasini qolamiz. Ehtiyot bo'lish lozim. Urbanov hozir jab bilan kirib borishga muvaffaq bo'ldi. Jab ikkinchisi. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba, yana bir jab. Raqibning ham o'sha tana harakatlari ajoyib ekan hozir. Har safar Shahram zarba yo'llayotganda yoki hujum tashkil qilayotganda chap berishga muvaffaq bo'lyapti. O'zini vaziyatda tutish kerak. Rejasini amalga oshirish kerak. Ikkilik zarbasi. Chap qo'l yotar qilma. Yuguriga ehtiyot bo'lish lozim.
Jab. Ikkita ketma-ket, uchinchisi. Har xil uslubdagi bokschilar bo'ladi. Lekin Shahram tomosha qilish maroqli. Uning harakatlari, boksning o'ziga xos klassikasi. Ikkilik zarbasi. Yana bir bor harakat qilyapti. Chap qo'l yondirgan azamat juda xavfli Shahramda. Ko'p raqiblarini mana shunday og'ir holatga solishga muvaffaq bo'lgan. Jab. Chavduch harakat. Ikkilik zarbasi yana. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Uppercut zarbasi. Ikkita jab. Jablar ish berish boshladi. O'tishni boshladi. Ana o'sha chap qo'l yondirilma zarbasi. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Takror lavhalarni ko'rdingiz. Ikkinchi raund boshlandi. Chap qo'l tutishga harakat qilyapti. Baribir mana shu chap qo'lda yondirilma zarbasi bilan boshiga aynan. O'zining ritmiga kiryapti, o'zining mana shu Shahram G'iyosov uslubiga. Qorniga o'ng qo'ldan anchagina kuchli zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Qarang qanday masofani tutmoqda. Endi bu yog'iga qandaydir bokschi o'ziga holatga kirib oladi. Hamma narsa avtomatikada ishlaydi. Hamma narsa o'z-o'zidan kelib chiqadi. Qorin bosh qorin to'g'ri qilayotgan bo'lsak, birinchi boshga yo'ladi zarba, keyin jigariga jab. Tutishga harakat qilyapti. Masofani ushlab turib, Shahram otish harakat qilib o'tirmaydi. O'ng qo'l. Chap qo'l, yondirilma zarba, boshiga o'tdi hozir zarba. Yana mana shuni takrorlashga harakat qilib ko'rdi. O'ng qo'lni ishga soldi, yuqoridan ko'tardi zarbasini. Bir pasayish beryapti, bir yana tezlashishga harakat qildi. Jab. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Yana bir jab. Yana jab. Yana jab ketdi. Tinmasdan mana shu jablarni yo'llayapti va oxirida o'ng qo'lni ishga solyapti. Yana ikkilik zarba, jab. Mana Shahram endi uning o'ziga xos harakatlari.
Jab ikkita ketma-ket. Uchinchisi, to'rtinchisi jahli chiqdi birozgina. Urvanovni oldinga harakat qilib yaqqol zarbalar bo'lgan edi. Mana shu raundda negadir zarba bo'lmagan vaziyatlar takrorlab kiradi. Bizga nima bo'lishini kerak. Mayli. Uchinchi raund. Tezkor, Mark Urvanov. Tutib olyapti chap qo'lda. Yaqinlashib kelayotgan raqibni yana tutib olyapti. Ilgarilab ketishga harakat qilmoqda Shahram G'iyosov. O'ng qo'l ikkilik zarba himoyadan ham o'tadi. Qorniga endi zarba yo'llayapti. Yaxshi ikkita zarba ortidan chap qo'l pastdan apekot zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lyapti G'iyosov. Turib hozir o'ng qo'lda o'tdim-o'tmadimmi ko'rmay qoldim ochig'i. Atayin choriyatlar. Sekin zarba yo'laydi Jab. Raqib shundoq hujum qilganda javob hujumi kuchli bo'ladi. Qorniga zarba, ehtiyot bo'lish lozim. Ikkita jab. O'ng qo'l. Qanday aldadi? Qanday aldadi hozir, Bas olyapti. Mana jigariga o'tkazib bo'lgan zarbadan so'ng hammasi joyida. Chap qo'l yon tarafga zarba. O'ng qo'l aperkot zarbasi ortidan o'tyapti. So'nggi 10 soniya boshlanmoqda. Urvanov yana jigariga. Tinimsiz zarbalar. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Bo'ldi. Raund yakuniga yetmoqda. Shahram. Har bir harakati, har bir oyoq harakati va qo'l harakati uyg'unligi, koordinatsiya, kombinatsiyalar, strategiyasi, bilimi birgina o'sha takrorlab yetadi. Birgina o'sha. Bir qadam ortga va javob hujumi. Birinchi knockdown. Bo'ldi, bosh takrorlashga kerak emas bu raundda. Mana klassika. Mana bu boks do'stlar. Uning o'ziga xos jozibasi, uning go'zalligi. Shoshmaydi Shahram. Taxminan 30-40 soniya kutadi va undan so'ng raqib himoyasini yo'qqa chiqarishga harakat qiladi. Chunki raunddan so'ng taktik ko'rsatmalar bo'ladi murabbiylar tomonidan. Chap qo'l zarba. Yana chap qo'lda pastroqdan. Chaqityapti, chorlayapti o'ziga. Bormayapti. Majbur Shahramning o'zi borishga. Qanday og'riqli zarba hozir o'ng qo'l. Qorniga juda kuchli tarzda Shahram turyapti. Urvanov turyapti. Yana bir zarba.
yana o'sha nuqtaga endi professional boks bu yerda imkon beriladi. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Ham bo'ldi deb aytib Shahram. G'iyosov darhol nishonladi. Darhol ana shu alfozda nishonladi. Kaka Murodjon Ahmadaliyev MD. Yorqin g'alaba, chiroyli g'alaba, chiroyli harakatlar. Haqiqatan ham Shahram G'iyosov kabi bokschilarimizni janglarda sog'ingan ekanmiz. Ana shunday o'tkazishda rasmiy e'lon do'stlar. Rasmiy e'lon. TKO texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Shahram Shahram G'iyosov navbatdagi g'alabasi tez orada albatta.